To'yga borganingda nimalar bo'ladi? To'yga kirishdan oldin o'zingga bir qarab olasan. Odamga o'xshab kelasan-u, lekin ko'z och, qorn och. Endi dasturxonga qaraganingda kamera peshonangda bo'ladi. Lekin xonanda qizni urashni boshlaysan. Yaxshi ko'rinish uchun pulni qistirasan. Ko'rmaganni ko'rgani qursin. Zapar, endi mazza qilaman deganingda kamera mazza qiladi. Endi esa shaytonchani vaqti bo'ldi. Dirs ko'tarib yoramiz. Hop, ha. Butilkani ichida quyda yuvosh ko'rinadi-yu, ammo molday sakratadi. Keyin esa san'atkorlarning mazgisini lazgi qilishga o'tamiz. Mana shaytoncha ham molday sakratishni boshladi. Bu holatlarni ta'riflashim shart emas. O'zingiz yaxshi bilasiz. Siz ham bu holatga albatta tushgansiz. Bir kecha bir basib astagina javon yapur nazikuda chiqdim eshik astagina Hammangni sota olaman.